Baqir chaqir qilinglar. Har doim Salomatchi ofisida xuddi shunaqa. Ya hormayli. Mana nima baqir chaqir. Voy mohir. Men просто video qo'yyapman. Trabzonga ayollarni yig'yapman jamoasini 14-iyunga. Erkaklar qo'shilib boraman dedi. Nima bor bularga? Sizlarga himoyachi kerak erkaklar, himoyachi kerak, himoyachi. Rostdan ham cho'z diskriminatsiya erkaklar bormaydimi? Borsa erkaklar nima qilay? Erkaklar borsin do'stlar. Mana boringlar. Tur ichida nima bo'lyapti o'zi ayting shunda. Ha, tur ichida qaranglar. 4 yulduzli otelayapmiz. Borish, kelish. Bu yoqqa ham qarang. Sug'urta, transferi mohir, 4 ta ekskursiyasi bor. O'zingiz olib ketyapsizmi? O'z-o'zi ham xudo xolisa o'sha yerdamiz, o'shaning uchun erkaklar ham borishsin deyishyapti. Men yo'q deyapman. Ну не знаю. O'rtoqlar, mana женский составga Ma'mur aka ketyaptilar. Xudo Мужской xolasa. sostavga Artur aka boramizmi? Yaxshi kompaniya yo'qsa boramiz, конечно. Muzaffar aka siz ham ketyapsiz. Boramiz. O'rtoqlar, qaranglar, gruppa yig'ilyapti. Женский состав и мужской состав Trabzonga ketyapmiz. Ko'p bo'larki unda, davaychi shunaqa. Erkaklar ko'pmi, ayollar ko'p boradi. Kommentariyada belgilaylar shuni. To'g'risi-da. Erkaklar ko'proqmi, ayollar ko'proqmi? Erkaklar вопрос turibdi. $675 bo'lib to'lasa bo'ladi. Men balosi farsagingizni mikrofon yutib yuborganmisiz? Bunda, bilasiz. Kim biza bilan birga ketmoqchi bo'lsa, kommentariyada plus yozib qoldiringlar. Erkak kishilarga ham xudo xolasa gruppa yig'yapmiz, mujskoy gruppa. Boradiganlar kommentariyada plus belgilab qo'yinglar, xudo xolasa birga katta skidka qilib ketyapmiz.